Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor Pyotr Plexanov. Pyotr Dehqon bobo kanalimizga obuna bo'ling va o'simlik hamda organik dehqonchilik haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'ling. Uy gullarini parvarish, ko'cha, hovli gullarini parvarish haqida organik o'g'it va hokazo ma'lumotlarni to'liq beramiz. Bugun men sizlar bilan ko'proq mana shu bizning azaldan ishlab chiqarilayotgan, o'zimiz uchun ishlab chiqarardik buni, Agroimmun degan vosita haqida gaplashmoqchiman. Agroimmun ya'ni suyuq biogumus. Bu mana shunday shaklda uzun marketda sotiladi. Mana bu yerda belgilari ham bor. Qulay upakovkada, qulay tarada. Lekin 5 litrlik, 10 litrlik, 20 litrlik kanistrlarda ham chiqadi, chunki dalalarga ham bu zo'r narsa. Juda kuchli effekt beradi. Hozir men sizlarga mana har bir hovlida bor narsadan shu suyuq biogumus yordamida, Agroimmun yordamida qanday qilib zo'r kompost qilishni o'rgataman. Mana gong любой hovlida bor O'zbekistonda. Deyarli hamma mol boqadi. Gong bor. Mana bizda ham gong juda ko'p. Mana orqamizda hammasi gong. Mana bu svejiy kelgan gongimiz. O'shani ishlatamiz, keyin xazonni ishlatamiz. Bu yerda archani ignalari ham qo'shilgan, lekin hech narsa qilmaydi. Prosta xazon bo'lsa ham, tol, terayni barglari bo'lsa ham bo'laveradi. Keyin karam chiqindilarimiz bor. Uy chiqindilarini ham qo'shsa bo'ladi. Somonimiz bor. Oddiy preslangan eng arzon somon. Turpoq bor. Eng prostoy turpoq, begona o't, hamma narsa aralashgan. Mana bunaqa tikon bor, yantoq. U yantoq hamma yoqda bor. Agarda mabodo somon topish yoki xazon topish muammo bo'lsa, yantoq bilan gongni o'zini ishlatsalaring, plus suyuq biogumusni qo'shib, shunisi o'zi yetarli bo'ladi. Suvimiz bor va yana bitta narsa, menda ozgina mana shu eski kompostimdan bor. Nimaga shuni ham qo'shaman? Chunki bunisida ham hali bakteriyalar juda ko'p. Bunda ham bakteriyalar bor. Bunda ham bor. Lekin mana buni ichida bundan ham ko'p. Agarda siz 2-3 marta kompost qilayotgan bo'lsangiz, biroz qismini eski kompostidan saqlang va keyingi yangi qilinayotgan gonglariga, kompostlariga o'shani qo'shasiz. Xo'p, boshlaymiz. Tagiga, kompost tagi hech qanaqa beton bo'lmash kerak, asfalt bo'lmash kerak. Salafan, yama, hech qanaqa chuqurlik, hech narsa kerak emas. Biz buni nafas olib hayot kechirayotgan bakteriyalar yordamida qilamiz. Ya'ni aerobnik bakteriyalar yordamida qilamiz. O'shaning uchun kompostimiz nafas olish kerak. Ya'ni suv shimadigan yoki ketadigan joy bo'lishi kerak. Uklon bo'lsa ham bo'ladi va tagidan havo kirib turishga yoki truba, teshilgan truba qo'yishingiz mumkin yoki mana shunaqa men odatda buning uchun yantoq ishlataman. Uni eng pastiga bosaman. Bo'ldi, mana shu kompost kuchamiz o'rtasi bo'ladi. Kompost kuchamiz o'rtasi bo'ladi. Buni ozgina surib qo'yamiz. Gong solishni boshlaymiz. Ko'p bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Mana o'zidan o'zi ham qiziyapti. Chunki buni somoni ko'p. Bu otni gongi. Buni bir tekis qilib yoyamiz. Eng muhimi, birinchi kompost yoyayotganingizda hech qachon suvni ayamaslik kerak. Обязательно suv ko'p bo'lishi kerak. Даже bu loy bo'lib, ho'l bo'lib ketsa ham hech narsa qilmaydi. Gong nimadan qiziydi? Uylaringda ham qizishi mumkin. Chunki bakteriyalar bor. Baribir Xudo shunaqa yaratganki, tayyor tekis joydan ham bakteriyalar chiqaveradi. Bo'ldi. Deganimdek, suv bosamiz ustida. Suvni ayamaymiz. Suvni ko'proq qilib sepaveramiz. Suvni quydik. Endi hamma narsani qatorma-qator. O'zi men har doim shuni aytaman. Kompost degan so'zi latincha compositus degan so'zdan keladi. Ya'ni ko'p komponentlik, ko'p narsalar qo'shilgan bir qorishmaga kiradi. Buni lopatkada kessangiz ham bo'ladi, lekin unchalik
kesa olmasangiz ham qilish hojati yo'q. Qolganini ikkinchi qatlamiga tashlaymiz. Bo'ldi, endi somon. Inobat unchalik muhim emas. Lekin bitta narsa muhim, hech narsa mana shunaqa yopishgan yoki preslangan holda bo'lmasligi kerak. Shuning uchun mana press somonni ham yoydiramiz. И somonni ham ayamanglar. Qancha somon ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Yana suv bosamiz. Endi xazonlarni yoydiramiz. Gong bundan 5 barobar ko'p bo'lsa ham ziyoni yo'q. Tovuqni gongi bo'lsa, somondan ko'proq qo'shasizlar. Mana hozir 10 litrlik gulchelagimga juda muhim nuqta. Mana suyuq biogomusni olaman, Agreimunni. Silkitaman, yaxshilab. Bo'ldi, ochaman. Ochganda bir xilda balchiq hidi kelishi mumkin. Unga xafa bo'lmanglar. Lekin bu zo'r, svejiy. Biz harakat qilyapmiz hidsiz qilishga. Hozir buni 500 grammini, yarim litrini mana to'kaman. Pyotr aka, buni tayyorlash kerak. Tayyorlasangiz, instruksiyasi bor orqasida. Buni shakar suvga aralashtirib, yo bo'lmasam biror murabbo, asal qo'shib, aralashtirib, ozgina iliq joyda, iliq suvda tursa, bakteriyalar ozgina uyg'onib, faollashadi. Lekin shundoq o'zini qo'yib yuborsangiz ham bo'ladi. Baribir ko'payib ketadi. Xo'p, buni qo'ydik. Hozir sirazi shuni ustidan sepaveramiz. Bakteriyalar ko'payishni boshlaydi. Hozir biz dala usulidamiz, dala sharoitidamiz. O'shaning uchun buni iliq joyga qo'yib, ko'paytirishga vaqtimiz yo'q bo'lgani uchun shundoq qo'yilyapti. Lekin uylaringizda imkon bo'lsa, shunaqa bir 3-4 kunga iliq suvga shakar qo'shib qo'ysalaring bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Juda muhim narsa, hech qachon kompostni yoydirmalaring. Qancha baland uyum qilsalaring, shuncha yaxshi bo'ladi. Xo'p, endi buni ustiga ozgina turpoq ham tashlayman. Turpoq ham tashlayman. Turpoq qilmasangiz bo'ladi. Lekin men buni keyinchalik gullarni ekayotganimda ishlataman. O'shanga ozgina turpoq bo'lsa, hech qanaqa ortiqcha bo'lmaydi. Endi eski kompostdan. Yo bo'lmasam eski kompost bo'lmasa, bizadan uzun marketdan 2 litr bo'lsa ham biogomus oling. Bo'ldi. O'shani ichida ham bakteriyalar navalm. O'shalar ham bo'ladi. Suyuq biogomus topa olmasangiz, tugab qolsa, boshqa bo'lsa, bo'ldi, o'sha biogomusimizni oling. Bo'ldi, seping. Biogomus oling. Bunga daraxt eking. Bolgarskiy gullar, karam, pomidor bodring. Tak, ozgina turpoq bosaman. Shahzod aytgandek, terlaysan deydi-yu. Ketmon chopib terlaysan. Kompost qilib charchiysan. Shahzodam biladi, agro sohani. Xo'p, karomdan bosamiz. Karomni o'rtaga qo'yishga harakat qilamiz, chunki o'zi bir haftada pishib qoladi. 3-dekabr kuni. 3-dekabr kuni agarda biz bu kompostni har 5 kunda aralashtirsak, yangi yilga men sizga tayyor kompostni sovg'a qilaman. Bo'ldi, endi kuzatib boravering. Men har 5 kunda video olaman. Buni ag'darish kerak bo'ladi. Perikitka deydi buni. Nimaga bu qilinish kerak? Chunki ustki qismlar tagiga kirish kerak. Tagidagi qismlar o'sha qatlamlar tepaga chiqish kerak. Chirimayotgan joylari chirishni boshlash kerak. Agarda gong sasiyotgan bo'lsa, 2 aralashtirishdan keyin o'sha sasig'i ham yo'qoladi. Bir xilda bir aralashtirishdan keyin. Bizda har kelgan gonglar sirazu обработка bo'ladi. Bakteriyalar bilan. Nega desangiz, chunki aholi yaqin bizga. Shuning uchun bu qizib turibdi. Bir litr Agreimun yetadi bemalol. Огородga sepadigan bo'lsangiz, bir 50 kvadrat, 80-100 kvadratgacha 1 litrini ishlatishingiz mumkin. Gullarga, uy gullariga bundan ham kam ketadi.
nechidir milliardlar bakteriyalar mavjud. Uni sanoqsiz menimcha. Chunki bitta qoshiqchasida уже milliontalab, milliardtalab даже desa ham bo'ladi. Bakteriyalar mavjud. Bakteriyalarimizdan na insonga, na hayvonga, na qushlarga, na tabiatga hech qanday ziyoni yo'q. Shuning uchun qo'rqmasdan ishlatishingiz mumkin. Agarda ozgina uydagi turpog'ini yaxshi ola olaman desangiz, o'sha uydan chiqayotgan hali oddiy sariq turpog'ini yoki kuchini yo'qotgan turpog'ini solib kompostga hayot qaytarsangiz bo'ladi unga. Uyingizda faqat go'ng bilan somon bo'lsa bo'ldi. Agrimun oling, suv bilan aralashtirib, sepib, mana shunday kamida shu balandligida ko'cha qiling, bo'ldi. Qizishni boshlaydi. Terlaysan, terlaysan. Kompost qilib terlaysan, terlaysan, terlaysan. O'lgan turpoqqa hayot qaytarasan. Hop, aziz do'stlar, sizlarga diqqatinglar va e'tiboringlar uchun katta minnatdorchilik bildiraman. Shuncha gapirganimga qaramay, meni gaplarimni eshitib kelayotganinglar uchun rahmat. Bo'ldi. Birinchisi tugab qoldi. Buchi o'zimda arzon 30 ming so'mmi shunaqa. Mana shuncha go'ngini qayta ishlashga yordam beradi. Ey hayronman. Shunda foydalaning. Hech qachon xazonni yoqmang. U bizani o'zbeklar juda yoqtirishadi, u bizani odatimizda. Bu yo'l chekkalariga borib, biz xazon-mazondan yig'ib yoqamiz. Tutib, ana qilaveradi bu. Keyin ekologiya keladi. Assalomu alaykum deb. Nazmi shimo deydi. Ha, shimo naz deydi. Ha, yoqyapsiz. Ha, ozgina musul chiqqaydi deydi. Ha, bo'ldi. Pasportingizni olib chiqing deydi. Pasportim yo'q-da. Pasport bo'lmasa, keling bir sizni bir rasmga tushiraychi deydi. Bitta rasmga tushiradi. Yuzingiz chiroyli, dumboqqina menga o'xshagan bo'lib chiqadi bazadan. Endi o'rtoq, biz sizni shtraf qilamiz deydi. Tinchlikmi? Nimaga bar xazon yoqasiz? Bu hozir mumkin emas-ku. Faqat daraxtlarni kesish mumkin emas deb o'ylagan edim. Deysiz, yo'q. Daraxt kesish ham mumkin emas. Biroq xazon yoqish ham mumkin emas. Ana endi uxladingiz. Shtrafga qo'ydingiz. Narigi qo'shningizga borsa, undan hech qanaqa tutun chiqmayotgan ekan. Ha, tinchlikmi desangiz, qo'shni, nimaga yoqmayapsiz xazonlarni? Men Pyotr Dehqon bobo degan kanalga kirgan edim. Yerdan men shunaqangi zo'r, bunday agroimmun degan narsani reklamasini ko'rdim. Pyotr akam qilgan videosini ko'rdim. 5 sekundda mana shunday kompost ko'cha tayyorlasa bo'ladi deb aytdi. Bir oyda, 1,5 oyda kompost bo'ladi. Daraxtlarimga, gullarimga, bu ko'cha pomidor bodringga qo'shaman debdilar. Men o'shanaqa qilaman desa, ana o'shanda siz xafa bo'lib qolasiz. O'sha xafa bo'lmasligingiz uchun men sizga yo'l ko'rsatdim. Bugun 3-dekabr va men Pyotr Plexanov sizlarga mana shu kompostni yangi yilgacha kompost shaklida sovg'a qilishga va'da beraman. Har 4-5-6 kunda aralashtirishga harakat qilaman va albatta videoni olib sizga kuzatishga imkon yarataman. Bizani Agroimmun degan preparatimizdan uzun marketda sotib oling va siz ham xazonlarni, go'nglarni, hidlarni yo'qotishga harakat qiling, izlaning. Rahmat e'tiboringlar uchun. Gullaringizdan tabassum hech qachon ayrilmasin. Sizlar bilan birga Pyotr Plexanov bo'ldi. Pyotr Dehqon bobo kanalimizga obuna bo'ling va o'simliklar uchun, uy gullari uchun, ozuqalar, yangiliklar, organik chiqindilarni qayta ishlash va boshqa turli xil ma'lumotlarga ega bo'ling. Xayr, salomat bo'ling. Qorishmadan oling, uni yerga soling, urug' ekib uyda endi rohatlaning. Torfimizdan oling va yerni yumshating, zaif tuproqni esingizdan chiqaring.
hosilsizlikni esingizdan chiqaring.